tashlanadi, chuluq bo'ladi. 1 kilo. 5 kilo, mana kichkinalarga 5 kilodan solinadi. Assalomu alaykum. YouTube shaydomatlari hamda mana bunday chiroyli buqalar ishqibozlari. Akalar, bugun sizlarga mana Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha Oqbuloq qishlog'idamiz. Akalar, sizlarga qanday boqish, hammasini batafsil ma'lumotlarni berish uchun akalar Murojon akamiz xonadonlariga yetib keldik. Bu yerda oddiy variantda mana boqiladi akalar. Ko'rishlar mumkin, ichkari biroz qorong'iroq, lekin mana mollarga mehri berilgan. Kamida bular masalan 600-700 kilo atrofida. Bularda hozir Murojon akamiz o'zlaridan qanday boqiladi, nima beriladi, nima ichadi, batafsil hammasini so'raymiz. Videomiz yoqsa akalar bittadan like, bittadan kommentariy bosib qo'yinglar. Sizlar uchun mehnatdan charchamaymiz. Sizlardan shu bitta iltimosimiz shu like. Bizga motivatsiya beradi shu like'lar. Murojon aka keling. Assalomu alaykum, Oybayjon, keldingizmi? Rahmat, o'zingiz charchamang. Mazangiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Sizmisiz? Mazangiz yaxshimi? Yuribsizmi? Charchamang. Keldingizmi? Rahmat aka. Zo'misiz? Xo'p, obunachilarimizga endi qiziqdi bular nima yeb ichadi, boshqa hammasi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yetkazdirib, tushuntirib boramiz, xudo xolasa. Batafsil ma'lumotni berasiz-da. Bulardan bittadan like, hosh. Mana ozgina yetkazsa kuydirishni boshlaydi bular. Bittadan yaqinlariga tashab qo'yishadi. Xo'p, Murojon aka endi savol-da. Shuni o'zi og'iliga kelsa, mana savol keladi. Bular aka nimalar yeb ichadi? Bular mana ulardan ko'rsatib boraylikmi? Bir shotidan ketamiz o'shanda, Oybekjon. Bo'ldi, mana yoshlardan boshlaymiz. Bular yoshiga to'g'risi biz ham olamiz-da. Bir xil 9 oylik deydi, 8 oylik deydi. Xuddi ana shunday. Bularda har xili bor. Bular xunojin yoshlari. Bular yaqinda olib kelingan. Bularning holati 9 millionga ham olingani bor, 12 millionga olingani ham bor. Bularning ichida. 4 oyda yetilib bu og'ildan chiqib ketadigan ham bor. 3 oydagisi ham bor, 2 oyda ham shunday qilib chiqarib berishimiz mumkin. Holatiga qarab-da, oyog'idan olib kelganimizga qaraladi-da. Xo'p, aka, bular nimalar yeb ichadi? Asosiy masalan, semirtiradigan shu ertalabda shu kunjara, kepak 1,5 kilo bo'ladi-da, hammasini aralashtirib oladi. Bug'doy yormasidan. Shundan 1,5 kilo slosni ham. O'shanga aralashtirib berib qo'yiladi, bo'ldi, ertalabki yedigani. Murojon aka hozir shayda yemi bo'lsa ko'rsatib o'tsak bo'ladimi? Yemi tugavdi-da, berib qo'yib kirib ketibman-da. Tushuntirib ham beraveraman. Hozir oz-moz bo'lsa qaraymiz. Qarab ko'raman. Hurmatli kuzatuvchilar, haqiqatdan beradigan masalan chuluq yemlari tugabdi. Oz bo'lsa-da mana beradigan nimamiz silos hozircha. Masalan, yem kechga kelar ekan, uni ham iloji boricha ertaga video qilib yemlargacha ko'rsatib boramiz. Hozir bu silosga kepak, chuluq aralashtirib berilar ekan, shu bu effekt yaxshi bo'ladi. Silosni bilasizlar, o'sha makkani yorilgani hammasi ichida bo'ladi. Dumbili ham, poyasi ham hammasi ichida. Короче, g'ich vitamin. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana makkasi ham bor. Poyasi ham bor, bargi ham bor, hammasi ichida. Shunga kepakni sepib berishar ekan. Chuluq masalan 5 kiloga masalan bir kasa aralashtirib berilar ekan. Endi qolgan ma'lumotlarimizni hozir yana akamiz yo'llariga boramiz, davom etkazib ketaveramiz videoni. Obunachilar mana yemlarni ham ko'rsatib o'tdik bir qator. Obunachilar, endi hozir keyingi savolimiz hammaga qiziq bo'ladi. Sortlari Murojon aka, bo'ladi. Sortlari Oybekjon, menaydan bag'i xunojinlar bo'ldi. Beydan bag'i mallar xunojin. Olamına bir xil. Endi bag'i
hammasidan bor. Mana burchagimiz qorong'uroq, obunachilar xafa bo'lishi yo'q. Menaydan bag'ini ovoz boshlangan. Ular kichkinadan ketganda, kattayib ketavergan. Endi ko'rsatib boraveramiz video davomida. Endi sovdilar ham bor, misol bolali quvadiganlar, hammasi o'rtadan bor. Bular mono qirg'iz. Mana shu, mana mono, hozir kelsangiz ham ko'rsataman. Mono o'yda bitta oqimiz bor. Shu haqiqiy Qirg'izistondan o'tirgan, o'sha ishonchli qo'ldan olingan. Qolganlar o'sha hashaki ham bor shunda. Ha. Effektini mana shuncha qoldi. Endi aytamiz. Shuni ham video kelsangiz nasib qilsa chiqaramiz. Ular kichkinasi o'rtadan. Bularni endi yetalaymiz. O bildagi mana shunaqa paytgacha akalarga o'xshab qoladi. Hozir ozgina o'zi yetib kelibdi, mana bir-biriga mana qitmirlik qilishdi. Bular yaxshi, ular kichkinalar. Endi bildan ketib mana shular damini oladigan bo'ladi, bular ham nasib qilsa. Endi mana Qirg'izniki mana suzishyap turgan mana mana u. Mayda bitta yaxshi kattasidan bor, o'zimiz urug'liqqa boqamiz. Murojaat aka, endi keyingi savolda aka. Bular necha oyda yetiladi? Bular haligi xunojini so'rdidan-da olish qancha rasxod qilinadi? Masalan, necha oyda boqiladi? Masalan, qancha rasxod bo'ladi? Endi mana shu molni olganimizga hozir 4 oy bo'lyapti. To'ray bo'lyapti. To'rayda endi kunlik rasxodda misol 5 kilo biz uni hisoblamaymiz, hammasiga har xil beriladigan. Misol 5 kilo sulos beraman. Obunachilar mayda bitta bu qochamiz. Arqonni uzvardi, xafa bo'lish yo'q. Endi bog'lab, endi mana video davom ettiryapmiz. Xo'p, kelgan joydan davom ettiraveramiz. Murodjon aka. Bir kunda misol mana shu kattalar 7 kilogacha yeydi-da sulosda. Bir kunda 15 kilo sulos beraman misol mashinga. Shu 2 kilo, 3 kilo chuloq yeydi. Chuloq aytdim-ku, chuloqni kunjara, kepak, bug'doy yormaladan aralashtirib, buni kattalarga kelsak, kattalarga 3 kilo, 2,5 kilodan beriladi-da, mana ularga. Mana shu ikkovlariga, menga ikkosi bor, mana ular 5 ta 6 ta bor, katta, addenni boqayapti. Bular yemni ko'taraveradigan darajaga kelib bo'lgan. Qolganlarga kamroq beriladi. Bularga o'sha ko'taraveradi. Misol 20 mingdan kuniga 20-25 ming rasxodi bor, xotirjam. Sonra 15 kilo sulos olsa mazı neydi 20-10 mingga beraman, 12 ming 13 mingda. Monolar kamroq. Mana shu yerda mesela 10 ta molimiz bo'lsa, mana shu qo'rani o'zida adden. Masalan, kuniga 200 ming rasxodingiz bor. Bor, xotirjam bor. 200 ming xotirjam chiqadi. Obunachilar mana ko'rishlari mumkin. Rasxod bo'lmasa, to'g'risi foyda bo'lishi bo'lmaydi. Buni har tomoni bor. Endi rasxod qilinadi. Endi mana shuni orqasida masalan shunchalik bo'lyapti-da. Masalan, nechta moldan boshlagansiz, Murodjon aka? Mol sir bo'lmasa endi boshlandi. Mol bitta ena bola orqasidan boshlangan. O'shani meni yetalab ketgan molni oxirida ko'rsatib o'taman. O'sha boshlab kelgan molim hali ham turadi. Sonra aka-uka ishladik, akam Rossiyadan pul jo'natgan, shuni olib tikilganda faqat o'sha to'ldirib bo'lib bolalarni demoqchi emasman. Misol o'sha molni hali ham boqaman. Hop, keyingi savol Murodjon aka. Masalan, uzoqroq boqish foydalimi, zararlimi? Endi masalan, bitta novvos oldingiz, masalan, qani? Mana shuni oldingiz. 2 yil, 3 yillab boqsiz. O ziyonda. Ziyonmi? Ziyonda. Vaqtida yetilish kerak. Vaqtida yetilsa, endi urug'liqqa deyilgan molda endi boqsangiz achinmaysiz. Chunki bola olaman deysiz, boshqa qiladi. Buni bo'yi necha deb o'ylaysiz, obunachilar? Chek. Xo'p, keyingilarimiz. Mo'yam oppoq mol ekan, endi mana tagiga kir bo'lib ketibdi obunachilar. Og'il prosto yaligita. Torroq o'sha. Joy ham haqiqiy ekonomik. Haqiqiy dehqon yaligisiz-da. Mana oddiy sharoitda mana. Lekin soni ko'p mollarimizda. Soni nechta? Murojaat aka so'ramabmiz boshida. Soni 47 ta. Mana ular уже почти tayyor bo'lib qoldi. Mana shu yangi yilga уже Alexa bo'laveradi. Bitta eng foydali savol. Ya'ni bilgan biladi, bilmagan mana hozir bilib oladi. Yeb ichimga qo'ysa qanday chora qo'llaniladi?
Yeb ichmay qo'ysa, baribir birinchi o'rinda baribir doktorga murojaat qilinadi. Baribir keyin u ham bo'lmaydigan bo'lsa, shu qantarib qo'ysangiz, baylab, Qantarib. Masalan, och qoldirish. ha, och qoldirishda, keyin sal ochiladi-da baribir. Masalan, ichidagilar hazm bo'lmay yemay qo'yishi mumkin. Har xilda, ha. Masalan, bir kun och qolsa, ertasi kuni yeb ketaveradi. Biz pashni misol chaqirmaymiz-da doktor. Chunki mana shu sohada yurib, mana shu nima bo'lganini misol bilib, sal bo'lsa ham yo'nalishga tushib olganmiz-da, bu doktor chaqirib haliga bo'lmaydi baribir. O'zimiz misol qarab haliga qilaveramiz. Bo'lmay qoladigan kuchlirog'i keyin chaqiriladi, iloji yo'q. Lekin anchasi misol tushunaveradigan. Eng yaxshi variant qaysi deb o'ylaysiz? Eng yaxshi variant bu ishtahasigami? Ishtahasiga bir sutkami ishtama bermanglar. Obunachilar bo'ladi, qarang. To'g'risi orqasiga o'tgani sharoitimiz yo'q ekan. O'tsak hammasi pitir-pitir qilib, Ha, og'il tor, haliga bo'ladi. Mana bag'ida ona bolalar bor, Oybekjon. Murojaat aka, keyingi savolimiz hozir kasallik avjida-da. Kelyapti. Yana qanday nima qo'llaniladi? Qancha vaqtda? Dezinfeksiya qilib turiladi. Biz ham misol bozorga bitta app chiqadigan bo'lsak, yana qaytarib. Masalan, shaloq ko'p. Bitta app keladigan bo'lsak, ularni ichiga qo'shmaymiz-da, oyoq qo'llarni, tumshuqlarni yuvib, misol chiroyli qilib, dezinfeksiya qilib, yuvib ketin boshqa og'il bor, kiraverishda bor. Masalan, karantin bo'ladi. Bir 2-3 kun turadi-da, keyin holatiga qarab olib kelamiz. Og'irroq misol yuqtirib kelgan bo'lsa, ishida davolab, keyin beyga qo'shamiz. Bo'lmasam, ashaydan tuzatib keyin olib kiriladi, chunki ichki malik qilsa kelmaydi. Obunachilar esda qolsa, masalan, uyda 4 ta molingiz bor, bozordan bitta buzakmi, katta xunojimi, endi nimadir mol oldingiz va hokazo. Uyga qo'shishdan oldin shu masalan addinni joyingiz bo'lsa, bir 2 kunga saqlab turishingiz mumkin. Tavsiya beramiz. Yaxshi bo'ladi, boshqadan himoyada. Masalan, keyingi mollaringizga ham yuqtirib olinmaydi. İlk kelgan masalan bularda doktor bilan gaplashdim, shaloq bo'lsa, masalan oyog'iga, og'ziga bezinni sepsa, effekti kuchli bo'lar ekan. Yaxshi bo'ladi. Ukol qilgandan ko'ra oyog'iga, og'ziga bezin sepgan yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, Murodjon aka, keyingi savollarimizdan biri, u ham qiziq, to'g'risi obunachilarga. Bolasi ham bor yonida. Ha, bolali variantlari ham bor. Misol mana shu bolasi-da, bu hozir mana ham bolali bo'ldi-da. Uni ashuni aytdim, obunachilaringizga boshida turibdi, oxirida bir ko'rsataman deb. Mana shu bilan misol boshlangan-da, boshida. Bu yosh katta. Ha, yosh katta mol. Mana shu bilan misol boshlangan. Bu hammasini bolasini demoqchi emasman-ku. Lekin mana shuni orqasidan sekin bo'lib ko'paydi. Yana bolasi bor, uni bolasi yana ko'payib novvos bor. Mana xunojim bo'lsa o'zimizda qolaveradi. Novvos orqasini video qilamiz. Oxirida ko'rimda video qilib hali qilib ketaverasiz. O'zingiz o'tib orqasini ko'rsatish nima deydi? Ijolat bo'lyapti, o'tib joyimiz tor. Masalan, kimdir orqaga o'tib masalan bo'ybasini ham ko'ray deydiganlarga. Murodjon aka, keyin bo'ladi. Endi bular emas. Masalan, bu qoladi. Eng katta masalan necha kilogacha boqdingiz? 900 kilo bo'ldi eng baland tirik vesiga. Shu belgi yilda 2025. Yo'q, endi shu boqdingiz deganingizga aytyapman. O'tgan yili boqdim. Mana shunaqa bo'ldi, bitta sortini ancha yetaladik, lekin ancha vaqt ketdi. Ba'zi hamma narsaga bir qiziqib o'tladi. Bu yo'nalishga kirilgandan keyin. Mana obunachilar. Hozir sredniyasi bo'lib qolgan 700 kilo. 600 kilo. Shu 700 kilo bo'lsa, masalan, necha kilo go'sht qilishi mumkin? Qiladi 300 kilo, 370 kilo orasida-da. Masalan, nima yeb ichishiga bog'liq. Xuddi kunjara yesa, bu shuroq bo'ladi. Masalan, 70 kilo qilishi mumkin. Yo'q. Masalan, ertalab berib boqsangiz, ozroq, masalan 350 kilo yoki 340 kilo qilishi mumkin, to'g'rimi?
Oybekjon, endi bir orqalarini ham bir obunachilaringizga ko'rsatib qo'yasizmi? Eshikni ochib beraymi? Mayli, agar iloji bo'lsa. O bolalari bor-da, uni oladi, bu tashqariga chiqib ketadi. Shuning uchun mayda bekitib qo'yaman-da. Mana oddiy mana yog'ochdan yasalgan. Mana obunachilar ko'rishlarini Ko'rsatib o'tavering. orqasidan qaraganda anchagina katta-da. Oldidan kichkina ko'rinaveradi obunachilar. Murodjon aka, mana sigarangizni yoshlari nechi atrofida? O chekkadagimi? Mana shu obunachilar to'g'risi qiziq tuyuladi. Katta, u katta mol. Masalan, O'zim ham anchadan beri boqaman-da uni. 10-12 yil bormi? Bor, xotirjam bor. Ko'z qarib qolib, prosta ko'z qiymaydi, yaxshi yiliga bola beradi. Masalan, novvos boqadigan bo'lsak, novvos bo'lib qolsa, o'sha katta bo'lsa, yana akalarning oldiga o'tib ketadi. Mana xunojin tursa, mana shunday, mana shuni bolasi. Mana shu iminni mana shuni bolasi. Mana u ham tug'di mana. Yana bo'ldi. Bular qoladi. Asha svet yoqsa bo'ladimi, Murodjon aka? Yonar ekan-a? Az yoqaman. Obunachilar ancha o'zi qorong'i tushib qoldi, kech bo'lib qoldi, suhbatimiz ham cho'zilib ketdi. Endi bu yog'iga o'tishni iloji bor. O'tamiz obunachilar. Bag'dan ham yo'l bor. Mana ko'rishlaring mumkin. Hozir aylanib bu yoqqa o'tamiz obunachilar. Mana obunachilar, bu yoqqa o'tib oldik, eson-omon. Xo'p. O'zi ancha kech bo'lib qoldi. Svetlarimiz ham endi Murodjon aka ketdilar yoqqan, endi bugun yoqallab yo'qmi bilmayman. Obunachilar eng qiziq joyi mana buni qarang. Har 3 metrda bittadan o'zi demoxod bor ekan. Buni qarang. O havoni chiqishini ko'ryapsizmi? Eng foydali mollarga yoqadigan tarafi mana shu tarafdan ham o'zi anchagina mol semirishga ham yordam beradi. Masalan, toza havo kelib tursa, albatta gazlanmaydi. Bu qirg'iz parodamiz mana shu ikkalasini Murodjon aka. O'zi ajrab turibdi, ko'ryapsiz-ku, endi qaysini effekt kuchliligini endi bir hal qilamiz-da. Bular уже yangi yilga tayyor bo'ladi. Obunachilar ko'rishlari mumkin. Tashqari yorug', ichkari qorong'ulik uchun videomiz yaxshi chiqmayapti. Oldindan uzr so'raymiz. Tuxum o'rnaydi ham shekilli Murodjon aka. Ha, o'rnaydi. Bu baribir bor tajicha. Bari xunojinlarimiz, ha. Ha, o kichkinadan xunojin. Bu yoq ko'rinmas ekan. Yoshlarning orqasidan ko'rsatib qo'yamiz. Bu yemga shu boqishga tayyorlanayotgan eng yoshlarimiz bor. Studentlar deydimi? Ha, shunday. Ash. Tenjir kirib qoldi-da bularga. Mana bu. Et kirsa mana shunaqa qilib kuydiraveradi. Murodjon aka, endi bular kunduzi suv ichadi xolos, ha? Ha, bitta suv beriladi, shu ertalabki narsani yana kechqurunga beriladi. Bo'ldi, bitta shu bir suv tutib qo'yiladi. Tushunib olib yo'nalishga tushib olinsa oson. Mablag' bo'lsa qilish kerak. Masalan, o'zidan ortib mana shuncha mollarni mana yetishtiryapsiz. Otangizga rahmat. Mana obunachilar eng yoshlari. Bo'yi necha chiqadi Murodjon aka bular? Voy, 110, 120. 30 lar yo'q. Bular shu kunjara yeyishga, silos yeyishga kelgan nima?
chigit nima deydi? Chuluq. Chuluq. Chuluq yeyishga o'rgatiladi. Qaysinga keldik endi? Hop, obunachilar yana bitta videoga sensatsiya qilamiz. Hop, bularning ichida eng menga yoqqani, masalan, sizlar ham kommentariyada yozishlaring mumkin. 1, 2, 3. Mana shu 3 tani qancha deytiladi dedingiz, Murodjon aka? Bular har xilda, aytdim-ku, boqish olishga bog'liq. Kimda chola go'shti Masalan, bor. sredniy vaqtini Masalan, mana shuni aytaylik, Ha. Mana shuni aytaylik. Bu yemlaymansangiz ketaveradi bir yil ham. Lekin misol yangi yil, yanvar oxiriga mana shuni so'ysa bo'laveradi. Yanvarda oxirida, yangi yilgacha bor, nariga bu tayyor bo'laveradi. Misol nariga onovlarimiz tayyor bo'laveradi. Hop. Mana ular yangi yildan ketgan yanvar oyiga, mana shu iminni yanvar oyiga o'tsa yaxshiroq bo'ladi. 3 oy atrofida ekanda. 3 oy bo'ladigan bo'lsa, Yana ham shu to'lib boradi-da. Necha bor, mana iminni mana shunga ancha bor. Narigilar yaxshi. Yangi yilda ketaveradi. Misol onovlar ana urushib qoldi. mana obunachilar. Hop, mana shu to'rlasini obunachilar zametga qilib qo'yinglar. 3 oydan keyin kelib mana shu to'rlovni o'zini Murodjon aka yana ruxsat berasiz. Chiroyli qilib video qilamiz. Bo'ldi. Hozir bularda sredniy kirasi tortgansiz bir necha atrofida? Bular 600 kg bilan 470 kg atrofida mashlar. Za 10 kg 600 kg da buni 600 kg chiqmasligi ham mumkin, lekin icha bo'lib qoldi, bir 20-25 bo'lib qoldi. Bir bo'ray bo'lib qoldi. O'sha qo'shib aytayapman. 20 kg u yoq bu yog'i. Besini eslab qolamiz obunachilar. Keyingi kelganimizda Murodjon aka tarozi bilan kelamiz. Bo'ldi, nasib qilsa tortib ko'raveramiz. Tarozi bilan kelamiz, tortib ham ko'ramiz obunachilar. Qani 3 oyda qancha effekt bo'ladi? Olgan pullarini o'shanda aytadilar. Mananchaga oldim, mananchaga mana sotaman. Hozir 65 ming, 67 ming bo'lyapti. Trebazimga novozlarimiz sotilishi. O'sha paytda masalan narx-navo oshadi yo tushadi, uni qarab turib balansini bilamiz, qancha foyda qolishini. Mana shu 3 ta yo 4 tani ilojini boricha ko'ramiz mana shu. Yaxshi boqaverasiz Murodjon aka. Effektini ko'ramiz. Xudo xolasa nasib qilsa. Keyin tilla tog'oma deganingiz a? Mana shuni ham bitta obunachilarga video qilib ketaylik. Buni hammi? Sensatsiya bo'lyapti videolarimiz. Ha, bunga ham qiziqish kerak-da. Yigitishga 40 hunar oz deydi-yu. Mana hozir fonarimda yo'q ama. Yigitishga 40 hunar oz deydi-yu. Obunachilar, telefoningizni yoningizmi? To'g'risi mana tilla tuxumi bor Murodjon. Yotibdilar. Obunachilar mana. Nari kelganingizga bolalarni bunigina video qilib chiqarib qo'yamiz. Mana qayerda turishiga e'tibor beringlar-da. Obunachilar. Tovuqimiz sovqotmaydi, g'am bo'lmaydi. Chiqsalar mana moldan qolgan qutganni yeb ham tirikchilik qilsa bo'ladi-da mollar. Tovuqimiz. Biz bir dona erkatoy tovuqimiz bor ekan. Bularda ahranasda endi. Ha, buni ham Masalan, it kelsa qaqahlab chaqiradi. Joningiz sog' bo'lsin Murodjon. Obunachilar nima deymiz? Bundan keyin ham nechta bor Murodjon aka? 47 ta. Beydan tashqari yana molimiz bor ekan. Hozir u yoqqa o'tamiz, u yoqni ham bir nima deydi? Maslahat olamiz. Ayda bir azrog'i baribir hali obunachilaringizga motivatsiya bo'lsin. Obunachilar, videoda qiziq pallasiga keldik. Murodjon aka? Mana bu chuqur nima aka ulangan? Bu axlatini tashab turamiz, tashlaydan portishkadan ega tashlanadi. Mana ichkari suv bo'lib ketmasligi uchun manadan o'tib suv ham tushaveradi. Keyin hali sapkovoyda yuklab bolalar qiynalmaydi-da, Samsungda yuklab ketilaveradi. Bo'ldi, tushunarli. Aytdim, bu chuqur yaqinda ko'langanga ham o'xshaydi. Samsung olib ketadi. Misol 10 kunda to'ladi, 1 oyda to'ladi, Samsung yuklab olib ketaveradi. Ha, bu yerdan go'ngina tashlanadi, bu yerdan. Ha, uni portishkadan tashlaymiz. Bu yerda suv bitta shlanka ham qo'yib qo'yilgan-da, bu yerda bitta shlanka bor. Ha, go'ng o'zi o'tib ketaveradi. Ha, suv o'tadi. Go'ngini portishkadan tashlaymiz. Tushunarli. Obunachilar mana ko'rishlari mumkin. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6 bosh ekan-a? 7 ta. 7 ta. 7 ta bosh bor. Bular o'sha sal jiriq bo'lgandan keyin aqa o'tiladi. Bo'shaydi-yu. Bo'shaganda bitta mana bular nimaga endi bu yerda turibdi? Og'ilga sig'maganligidan-da.
u yoqqa sig'madi. Ha, ayga sig'maydi. Ayda yetilganini olib chiqaman, baydan mononi masalan olib chiqib qo'yaman. Oldinga kelganimda bu karantin xona edi. Ha, yo'q, boshqa yoqqa ko'chirib qo'yganman. Kichkinaroq qilib bu katta yerda. Aytmoqchi edim, karantinga shuncha mol oldingizmi yo? Yo'q, bular hali emas. deb shunga savol beruvdim. Mana obunachilar oddiy sharoitda mana shunchalik darajaga yetibdilar. Ha, Hop, sizlardan obunachilar bittadan like so'ragan holda video syomkamiz yakunlaymiz. Murodjon akamga havas qilganlar kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Akalar bitta like mendan havas qildim aka deb qo'yasizlar. ha, xudo xolasa Havas mana oddiy sharoitda mana shunchalik darajaga yetibdilar. Havas kim omadlarini qilsa bersin. yetaveradi. Bu yoq ham. Hozir 47 ta bo'ladigan bo'lsa, общий molingiz nechta o'zi, Murodjon? 47 taga yana 8 ta 7 ta dedikmi? 54 ta bo'ldi-da. 54 ta mana. 54 ta. Bitta ena boladan 54 ta darajaga yetibdilar. Obunachilar nima deymiz? Sog'lik salomatlik tilagan holda keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar.